Assalomu alaykum. Biz oldingi soatda mush mashqni ishlash jarayoni so'zlagan shundaqmi? Endi buning davomini ishlaymiz. Masalan, qanday davomini degan vaqtda buningki modarini biz taxminmi ixchamalatda taxmin chiroyli qilib qo'yamiz modalarni o'zini. Xo'sh, bundan o'zi qo'yib qo'yib saqlaninglar. Hozir başbat, xabar, mas'uliyat, mulozimat, hamkorlik, aloqashi ma'lum turlarniki ostiga men mayaga. Xatni ma'lum boqayman. Balki to'rbekning sizning qizning qarshi oldi u deganda bir xil qarshilik chiqdi. Tartib bo'yicha chiqibsizmi? Xo'sh, unda bo'lsa, buningki asli programmamiz mushug'i. Jadal mushu. Jadal mushu. Buniki mana 3 ton. Mana ostiga 3 ton mushumi? Demak biz bu yerga qurdinini qo'shib kerak ekan, mana ustiga. Nega? TR. Nazmini saqlab etdim. Men chiqdim ava. Lekin bu kichik. Buni kengaytirish chiqishni qanday qilaman? 1 2 3 4 5 6. Ko'lspan 6 dan qilaman-ku. Nega? Altı tane oldu. Endi qazın bütün chiqdim ava. Buni igizing belgilendi. Yoki mazmun yozitlar mashalam. Bu yerda bundan bir qiymat bor. Marka. Yana. Marka mashina ichiga biz mazmun yozsak, bu mazmun bo'lsa, shu harakatchan holatda ma'no mazmun bo'ldi. Masalan, mana o'ziga oyoq uchun bevoz yozilmasak, sallalqay qo'layib qoldi, shuni dishbirga yezilib, uni gaplar, ya. Assalomu alaykum. To'rbektimizga kelganimizni qizg'in qarshi olamiz. Oldu mu xat? Buni ko'chirib oldik. Astoyt, ha? Buni ko'chirib olgandan keyin bu yerga chaplaymiz. Chiqdimmi ava? Endi buni shoshin qilib o'tdim. Buni qaydan bo'lsangiz, naqad mayt bog'i, menishning yo'lishin xato. Biz endi buni kontrol qilamiz. Men markaniki men boshlangish qiymatdan ichiga mayaga. Direksiyon tan left ani ko'ra baqla. Kenja shunaqa shuna olgani buni o'ng tarafdan da belgilab bo'lgan. Bu yo'lcha mana kerak-ku. Xo'sh, anoniki malniki meningcha qarang, lab. Sen aldirma chiqsinmi? Qattiq bermoqchiman. Sen aldirma chiqsin-a? Undan o'zmayaga. Skill amutdan bunun qiymati. Bunun qiymati odatda o'zining normal qiymati 5. Olti taraf bo'ldi. Buni biz 3 qilib qo'ydik. Endi bo'ldimi? Mayani tayyorlangani belgilanadi. Mana bu TT-niki tayyorlangani. Mana bununki Picolor tan mana bo'lsin. Buni saqlab oldim. Men chiqdim ava. Mana bo'lsa mana o'zini yana mana bu display. Intern qanashkatda. FF00. Mana suvchilik ketdi. Mana shunday to'la, ha?
Xatniki o'zini qip-qizil qildi. Xatni o'zini qip-qizil qilish uchun men shu olmadimki, sirtqa yozsam bo'ladi yoki ichiga yozmasam bo'ladi. Mana yozmasak bevosita style deb yozamiz. Diqqatan, masalan, style, tan, font, ziq, color. Tabii qimmat yozmasang bo'ladi. Yoki biz bevosita mana sirtqa font, bo'shliq, color, tan, FF 0000. Hamda meniki mayagimi font orqasiga o'tdik. Bo'ldimi? Ana bo'ldimi xat? Meniki mayani egizgini sal kengroq qilib berdi, ha? Men ustingisini egizigi 35, mening egizigini 30 bo'lsin. Kichik qoldi. Unda bo'lsa 45 qilib qo'ying. Bo'ldimi bu? Men ustiga xatni erkin chiqsin bu. Bunimi 40 qilib qo'ying. Endi bo'ldimi? Endi mayaqasini mayadir yaxshi chiqmagan bu. Sig'dirdan tuzigini patmaydi shunaqa. Undan bu yerni texnik erkinlar chiqardimi? Aslidagi shu 3 son chiqama bu. Buni eletimiz. Bir qon eletib qoldi, bir son ijrat hozir. Diqqatan, men bir son, sol taraf 3 son. Buni ijratdik. Endi balkon qildik. Men ikkisi ko'rindi. Lekin maya ko'rinmaydi. Tushundingizmi? Endi buniki men ko'lspan 3 dan qilsak bo'ldi. Jami 6 son bor bu jadvalda. Endi bo'ldimi bu? 6 ko'ldan qildim, 3 dan qilsak bo'ldi mana. Nandaki. İgiziga 250 bo'lsin. Bo'ldi. Andan keyin men buni yana mazmun yozaman. Buni men mazmun yozaman. Mazmun yozish uchun mazmunning ustida paloni deb uning ostida yana mazmunlar bo'ldi-ku. Ma'nosi bor bu yerda. Buni qanday qilamiz? Buni yana mana o'shaymiz diqqatda. Masalan, mazmunlar bir bo'lak holatda ayrilib, bundan bir bo'lak holat ayrilib, andan keyin mesela en yeni mazmunlarda chiqadi, uni ostiga ayrimlar mazmunlar chiqadi, bunalar qilib ishlaymiz buni. Buni har xil yo'l bo'yicha ishlatsak bo'ladi. Masalan, hozir qilmoqchimi? Buni o'zini bir nusxa ko'chirib chaplab oldik. Chiqdimi bu? Egizligi 40 bo'lsin, ha? Bu asıl chiqibdi, shunaqa. Buna bo'lsa, bunikini joyida, ustinikini 40 beray. Endi bo'ldimi bu? Mayagan mazmun yozsa bo'ladi. Buni bu yak mazmun yozsa bo'ladi. Mazmun ne yozamiz degan vaqtda, mana shu yozimizga en yeni mazmunlar, tavsiyelik mazmunlar, ne çıktı mı bu? Bunu mahsus usul biçe cetveler ayırın bir quruq sürüp bundan işlekin buldu. Bu olsa bu usulun bir kadar kolaylıqarak. Hani bu xil bo'yicha mahsulun bir kadar kolaylıqarak. Endi bunun aslını akıl ötleme yani. Aslını rengini. Aslını ki muşçu hazır. Bek kolor ne? Üçürdüğümüz. Üçürdük ak oldu. Çünkü 5'de ama table'ın 5'i karan. Table'ga bunun tek renk appata yazıp bergen ama ya. Hoş buldu. Anladın ki bu yerden mezun yapalım. Mesela Tor bektimizdeki en yeni mezmunlar amkenge bir arnip koymuş. Şunu mu? Bir arn yazılsa bu kurtaşılmaydı. Bu kıymet hazır ne oldu diyen vakıtta
Maşa şuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 qurib bo'ldi ma bu? Hani muşun o'rniga ham shu alqi ma harakatdan turib ishlagan vaqtda ISP yoki PHP yoki ISP.NET yoki JSP. Hani mush o'rnining o'ziga hamda bu sondan olinadigan qiymatlar yozildi hamda, lekin biz hozir ma qilib shaklda, qurilma shaklda ishlab turdik hamda. Chiqdimi mazmun? Andan keyin bu ma o'ngtirib to'g'rimdimi yoki? Bu ne? Ma aljiniga qiymat ma 3 paqil. Hani bo'ldimi? Lekin qanday bo'ldi? Bak yaqin kelib ketdi, ha? Bundan sonra bunun 5 men bu indeksini yoki bo'lmasa indeksi InDSP yana indeks bo'lmish bo'lsin. Ma bunun o'zi ham shu bosh kun ko'rsatdi. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 olayım abi. Azap boş katılmaya da. Bunlar yeni bir okuyacağım. 10. Hanıma buldu. Ananın ki tavsiye etmez bunlar ha. Hiç mezmunlar mı üzertayım. Doğru bekliyoruz ki. Tavsiyelik mezmunlar. Bunu küçük alalım. Kontrol sinüs küçüğü verdim ha. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunun man üçüdün mü okuyup kalalım da? Üçüdümüz ha. Bu otur olap koydum bunun mezmununu. Bunlar olsun. Anladın ki bu yerga biz e'lon tashqarisini qistiramiz shunaqa. E'lon tashqarisini qistiramiz. Bundan bo'lsa, biz hozir shu e'lon tashqarisiniga maskara rasmdan bir parcha rasm bizga qo'yay, ha? Mamadan bir bunday fikrang tayyorlayapti. Shunga rasmga bu g'alitlar. Ma'runiki Marasını ishlayman. Buni ko'chirib, mushu torba do'chitib bo'lgan yerga tashlab beramiz. Mushu torba do'chitib bo'lganki, image bir muddat qisrog'ing'i buning ichiga. Bu yerga marifat bezib qo'ydim. Bu imagening ichida. Hamda bu mush bir so'nchi kirdi. IMG boşluk src10 image'nin içindeki marifat check gpg degan resim. Bu resimninki kanalga biz zaten tanishib beramiz. Balki bu yerdan kanal chiqishi mumkin. Kanal chiqyapti-ku. Kanal chiqib qoldi. Undan bo'lganda biz buni kanalini ustiga resim qanday tanishib bergan? 800. Bunun kanalini 800. Yüzükne. Hani 141 bakalım. Oldu mu hava? Bunu sel bunun sonra kıldı ha? Bir dost kıldı. Ma xatbek kısılı kıptı. Oldu mu hava? Anımız resim batkan iken marifetin torbidik uluna kılıvetle ha? Resim batkan iken marifetin torbidik uluna kılıvetle. Bu ne? Maya yönünde kutaşlap
boshliq, tini ochliq. Ey boshliq. Harf tan buni adresi. Mana yozib oldik. Endi elmanınki sırt oxirlashtiramiz. Motor adresi CC. Xo'sh. Endi biz buni ulan berganki, resmning atrofida bir raqam chiqib qoldi. Shuning uchun men image kengmayaga bu adresni 0 qo'ydimiz, tushundingizmi? Endi yana. Xo'sh. Yana hozir ma'lumotda mushasini biz ma'lum birini cheksak, mush nöbet torbat 100 bevasan kükkezdi. Şu an yeni bat echilmay 100 bevas kükkezdi. Yeni bat echildan qipirlama. Bunun için men xirin 5ga nega. Ey boshliq tarjit maqsadini ifoda beramiz, nega tan qo'sh 5-ga. Hozir siziq andan keyin bilanni kesib, bilan degan ma'nosi quruq bir o'rnini bildirdi. Yana mush resim ustiga mouse'ni yiqib olgandan keyin, resim ustiga mouse'ni yiqib olgandan keyin chekib tafsilotni ko'rgan deb xat chiqargan qilib qo'yilma. Xo'sh, unda bo'lsa, yana IMG'ning ichiga mayaga. Yak buradan kengizimiz oldayimiz shunday yazsin bo'laverdi, ha? Yak may yazsin bo'ladi. Chiqilib musha IMG'niki tanoq ichida, IMG'ning tanoq yepildi. Musha yazsin bo'ladi. Tushundingizmi? Yana boshliq qaytli. Ham mana ichiga yozamiz endi. Mana o'yircha yasaqsa, ko'rinish bir xil chiqib qoldi. Shu avval may yezib ancha chiqaray, ha? Texmo ko'p churlar nachar çıkıyorum. Buna maya gezib oldik. Chiqdi mayaga. Hamda saqlab oldik, ha? Bunun qarşısında bunun ulan yo'q. Cheksam ishlamaydi. Mouse'ni yiqib olsam ishlamaydi. Buni qaytadan bir shojin qilib o'tay. Hamda mouse'ni yiqib oldim. Shayximga uchurlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, tik ko'ring shunaqa. Ana maya qarang, mayaga mouse'ni yiqib olsam, hozir chiqdimi? Basqandan keyin bu Turkiya ma'lumoti Turkiya bundan ichidi, ha? İlke to'g'ridan Turkiya. Majariya mo'shinchilik. Andan keyin yana aslan mazmunlarni ishlab kelsak, davomli misol ishlasak bo'ladi. Bu ishdan keyin mush mazmunni ishlagan shosh takror ishlarimiz aslini. Resim qisizlar mo'shin qistiramiz mayaga. Tushundingizmi? Yana hozir bularniki to'rbeti. Yezib bo'ldi. Mouse'ni yiqib olsa, ma'rifat, taqoq ma'rimat bundan chiqqan qilib qo'ygan bunu. Endi qilishimiz qaysi degan vaqtda men tarmoq betlarini yasab qilma. Avval boshqa bir pututlay. Mayada shirkatni tunishtirish bo'lsinmi ma'qurda? Ma'qurda shirkatni tunishtirish bo'lsin, ha? Yakın olsa bu. Uni mana yuz beray. Men birlashtiriblamchi. Men resimni ostidagi mayani. Men 2 so'm ichida 1 so'm qo'ymay qo'y. Tushunami? Ondan keyin men 6 tane oldu. Hamda maya putudan bo'ldi mana bu. Shuni olamda ondan keyin bu yerga tunishtirib yazsam bo'ladi. 3 kun bitirib, rahat tunishtirishim. Maqsadlarni avval men yozilay. Bu yerga men hozir xatni chaplayman. Bu o'tir chiqdi. Men boshqa ko'p qur mazmunlar bo'lsa
Maygacha chiqdi. Endi buni saqlab etdim. Men chiqdim mayaga. Lekin men boshqa tilcha o'tirib qoldimmi, boshqa tilma. Shunaqa. Ana boshqa tilniki o'rnida men buni to'g'rilab o'tay. Ey boshliq. O'zim tan dostay. Andan keyin meniki ishgayna. Ayni oxirlashtirman. Mayani bo'lma shunaqa. Buni qanaqa qilaman? Ayni o'rnida pin ishidaman. Endi ishildimi bu? Xo'sh, endi ishildi. Shiftlar yaqin bo'lib qoldi. Buni bunaqa ko'ndirib qo'yay endi. Mush piniki kamiga berib qo'yay, ha? Manaqa shuni deyman, ishlatib baxmaman, piga kamiga kirib. Agar yaqin qolsa, chidiga boshliq qaddim tan 20 qilib qo'yay. Bu vaqtda bu pandan buni ishlamadi. Men pandan odatda biz siyosiy ishlatdik. Buni birdan-bir qilishning qanday usul bor desanglar? Men yaqin buni qilishning birdan-bir usuli. Ma'lum chiqadi. Azroq bo'sh qo'yildi-ku. Lekin jiq bilindi-ku hozir. Mushtarak ishlasang bo'ldi. Mana tushunish bo'ldimi? Endi ma'lum qaydan bo'lsak, bu yerda boshqaruvgan ekan azroq azroq bo'sh bo'lish kerak. Shunda bo'lsa, mashaga MBSP -play. Qarang. Chiqishda chiqqanda oldimi? Oldi bo'ldimi? Oldi bo'ldi. Xo'sh. Mana ana maqatni o'zingcha. Bu xatni cho'ng'arash qilib qo'ylar. Bu xatni hech 3 hech 3 Ha bo'ldimi? Xo'sh. Mushtarakda chiqarsa bo'ldi. Endi men osti qismini mayani birlashtirib, men ostiga ikki qo'lni uchiriblar. Ostiga men ikki qo'lni uchirib turib, andan keyin men ostiga ma'runga shu ba'zi huquq obligatsiya mazmunlar yoziladi. Mayag Barliq huquq hemen yazıp aldık. Onun astığa yine bir ardı koşmuşsunuz yine tüp çık oldu. Şanız mı? Anladın ki onun astığa İngilizce koy ya. Güzel olsun. Bunu küsür oldum. Hem de
Maya hisoblab ishladimi? Mavsum nisbatan uni qarab bakalım. Çıktı mayaga. Biz buni taxmin chiroy qilamiz. Ma badni umum taktiga rangimiz resim ishlatiladi, ha? Ma resim ishlatiladi. Yani bu image ichidagi body asizaq big degan JPG resim. Biz buni ma bodyni tashlaymiz. Badniki bodysi. Mana shumi? Ma beklarni o'chiramiz. Buni o'rniga o'rniga background tab yozamiz. Yani mana resimni o'rni. Image'ning ichidagi body big JPG. Hamda buni saqlab yotdik. Buni bosdik. Chiqdi mayaga? Chiqdi. Tezroq chiroq ko'rindi bu. Endi bo'ptimi? Xo'sh. Anandan keyin yana bor. Yana buningdan tugamaydi bu, ha? Yana biz taxmin chiroq chiqarmoqchi hozir. Marisini ko'chirib oldim. Buni mayaga chapladim. Mahiyat Jiyayev. Maya qarasangiz buning egiziga 40. Men buni 36 qilib motion taksiga ishladim mana. Mana bir qiz sizga g'alati rasm chiqmadi. Tushundingizmi? Buni taksiga men beklarning o'rniga mana bermay. Ma o'rni uchirib. Avval biz buni quruq yozib qo'yaylik. Image'ning ichiga qaysi resim bu? Hayat Jiyayev. Ne çıktı mı? Çıkmadı. Demek bu yer görünmedi. Ma kurdu görünmedi bu. Her bir sonunki ayrı mı oldu? Her bir son ayrı. Yani buldum mu bu? Ne olsa özgürtüp bakaya başka resimge. Ben köküne bakayım. Bana şey de bulmuşsa. Yünde yüzgayet tizimlik. Mino. Mino degani mahiyat degan 3 almashtiryapmiz buni. Buningki bu resimning egiziga 40 qo'y. Endi bu qurning egizini 40 qilamiz. Buni saqlab oldik. Hamda shoshni qilsak, ma chiqdi mayaga. Rang qarg'an bir qat chiroq turdi ma bu. Anandan keyin men ostin qisqa. Assalomu alaykum, to'g'ri qarshiladim degan ma'xatligi. Bu xatga biz boshqacha bir unum ishlab boqamiz. Masalan, fotojini ochdik, ha? Fojini ochgandan keyin bu modern xat bir chiroq bir ramkadan ichida mavsum. Shunday qo'y. Chiroq bir ramkadan ichida mavsum. Bu yana egiziga nechib ketdi? 40. Bu yana egiz 45 ekan. Unda olsa kani 800 qo'y. Men hozir kanligi 800, egiziga 45, birligi shansi bo'yicha bo'ldi, ha? Endi men shansning yunsin bo'yicha buning aniqligi 72 bos bo'ldi. Endi muqnashlatdik. Anandan keyin on bo'lsin yoki 8.
Bunlar holatda bo'lsin bu. Bir ramkada birini chiqarib oldi yani. Buni o'rniga men avval yengildan rasm qilib qurib, onun keyin boshqa rang to'kay masalan. Mana rang bos bo'ldi. Ben to'kib oldim. Endi sizime bunu. Size bu mandarak bo'lsin. Endi o'chirib oldim o'tirsini. O'tin chiroqdan keyin buni ma taktik buni ma sirtdagi marangni men yana boshqa yoqlay. Ko'rgan vaqtda men jon chiqdim abi. Sirt qop qartsin hozirchi. Boshqa yerga qilib qo'ymaydi. Ondan keyin marangni mayini nuslay. Ana üstüne appak çıkardım şuna. Neler olsun? Endi. Bununla ben miyaben biriydi. Miyaben içkiye çıksın. Miyaben rengi kökünün mayıl çıksın. Yoki seriqan. Ben bunu muqnash oldim. Mashinaning o'zini ham biz GPS'ga saqlaymiz. Buni shu torbat o'zicha bor bo'lgan o'ringa GPS'ga saqlayman. Buni nima imajga. Masalan Ağdan xatamiz qo'ydim qo'y ismini. Mana qarang, buning ismi Ağdan xat shunaqa. Xo'sh. Endi hozirgi men menotgan xatning taktiga boshini o'rlashtiray. Bu yerdan bu naz degan vaqtda men T deydi. Men beklarning o'rniga Mahmud dedim. Mayaga imajning ichiga oqidigan xatchiq JPG. Endi men shoshgan qildim. Chiqdi mayaga. Lekin chiqdi ya sal binormal ahvol bor. Keng daraja kattami bu? Masa keng daraja katta ya. Andan keyin yana Buni shu Marko'niki kengligidan tan 98%. 100% to'liq ma'lumsin. Al mujadal mabish hech mana ketmaydi endi. Ani bo'tma 99 qilayman. Nima bo'ldimi? Shundan boshpatniki loyazma barobar bitdi, ha? Undan olsa, men bir ishlab beraman. Andan keyin biz keyingi tarmoqlarni davom etishimiz, ha?